O'zbekistonda dahshatli fojia sodir bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video rolimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga o'zbek hamda jahon sahnida ro'y bergan eng sara yangiliklarni birinchilardan bo'lib taqdim etamiz. Samarqandda uyda gaz portlashi oqibatida 6 kishi halok bo'ldi. Samarqandda 3 qavatli uyda portlash sodir bo'ldi. Oqibatda bino qulab tushdi. 6 kishining jasadi topilgan. 9-mayga o'tar kechasi Samarqand shahrining Spitamen ko'chasida joylashgan 3 qavatli uyda gaz havo aralashmasi portlab, bino konstruksiyalari qulab tushdi. Samarqand viloyati favqulodda vaziyatlar bo'limi xabariga ko'ra, qidiruv-qutqaruv ishlari davomida 6 kishining jasadi vayronalar ostidan topilgan. Voqea joyiga favqulodda vaziyatlar bo'limi, prokuratura, ichki ishlar bo'limi va boshqa tuzilmalar rahbarlari yetib kelgan. 10 dan ortiq texnika jalb etilgan. Tergov ishlari olib borilmoqda. Marhumlarning yaqinlariga hamda oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz deya aytib o'tilgan xabarda.